Marg'ilondan gapiramiz aka-ukalar. Sizlarga Tracker 2 ga monitorga broneplyonka urishni video qilib ko'rsatib beraman. Ko'pchilik ayollarga ham tegishli, tindaqdan nima qiladi, uzun tindaqlarda qilganda chizilib ketadi-yu. Shunga broneplyonka qilib beramiz. Xo'p, bismillahirrohmanirrohim. Biz boshladik. Videoni qo'llab-quvvatlab yaqinlarga jo'natib berasizlar. Bu ko'p suv bo'lmasligi kerak, что monitor kuyib bo'lmasligi kerak. Bismillah. Uchida qo'yamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Xolasa mana tayyor bo'ldi. Inshaalloh ideal qilib chekkalarni chiroqli chiqib berdi. Endi bunaqa ishlatganda, aqabaqa qilganda chizilib ketmaydi xunuk bo'lib turmaydi, bleskli bo'lib turadi. Bo'ldi, rahmat. Xizmatlar bo'lsa aloqaga chiqinglar akalar.